y barobar 2x plus 1 degan funksiyani y barobar x ga nisbatan simmetrik ko'chirmaga savol beraman. Shunaqa savol beraman. Buni yechimi qanaqa bo'ladi? Buni yechimi shunaqa ekanki, mana y barobar 2x degan funksiya bor, 2x plus 1 degan funksiya. Mana y barobar x degan funksiya grafiki. Y barobar x degan grafiki. Endi bu 2x plus 1 degan grafikning birdan o'tadida sal kattaroq bo'ladi. To'g'rimi? Minus 1 degan nuqtada kesishadi. Endi simmetrik ko'chirsang, bu yoqqa bunisi bu yoqqa o'tib qoladi-da. Naqaroq bo'lib qoladi. To'g'rimi? Sal qiyshayadi, egil. Qara, funksiya o'suvchi edi, hozir ham o'suvchi. Lekin faqat nimasi o'zgardi? Mana yerdagi burchak koeffitsiyenti bor, o'sha narsasi o'zgarib qolgan. Lekin yana mana shu nuqtadan o'tadi. To'g'rimi? Shunaqa vaziyatda endi mana funksiyaning grafikini qayerdan topamiz desa, y barobar 2x plus 1 ga teskari funksiya topamiz. Teskari funksiya topamiz. Teskari funksiyani ta'rifi nima degani desa, mana shu funksiyaniga teskari funksiya toping degani, shu funksiyani y barobar x ga nisbatan simmetrik ko'chiring degani. Shu berilgan funksiyani y barobar x ga nisbatan simmetrik ko'chiring degani, shu narsani teskari funksiyasini toping degani. 2x plus 1 ni qandaydir t deb belgilasak, 2x ni topadigan bo'lsak t minus 1 bo'lib qoladi. X ni topsak t taqsim 2 minus 4 taqsim 2. Uni ham mashhur qilamiz. T barobar x taqsim 2 minus 4 taqsim 2. Demak, funksiyang simmetrik ko'chirganingda mana bu ko'rinishga qoladi. Bo'ladimi? Slash bo'limda har xil funksiyalar bor. Bundan oldingi funksiyalarimizda chiziqli funksiyani alohida mavzu qilib berdi, kvadrat funksiyani alohida mavzu qilib berdi-da. Bugun endi ular ham keladi. Kvadrat funksiya ham, chiziqli funksiya ham. Bizga yangi qo'shiladigan modulli funksiya, modul qatnashgan funksiya va kubik funksiya. Kubik funksiyalar bo'ladi. X kub bilan boshlanadigan. Mana shular haqida gaplashamiz. Yoki bir taqsim x. Bir taqsim x ni grafikini so'rayapmiz. Birinchi kitobimizdagi birinchi misollarda sal hali funksiyaga kirmasimizdan oldin misolni beryapti bizga. Birinchi misolni qarang. Bunaqa belgi bo'lib qo'yapti. X intilganda 3 deyapti, x 3 ga intilganida fx funksiya x kvadrat minus 9 taqsim x minus 3 funksiya qanday songa intiladi? Bu tengsizlikka o'xshabroq ketadi-da. Masalan, bunda biz bir boshqacharoq osonroq funksiya tanlaylik. X plus 3 degan funksiya deyapti. X 3 ga intilsa, ya'ni 3 ga yaqinlashsa degan. 3 ga yaqinlashadi, lekin 3 bo'la olmaydi. 3 ga yaqinlashsa necha qiymatga yaqinlashgan bo'ladi? X 3 ga yaqinlashsa, funksiya nechaga yaqinlashgan bo'ladi? Mesela x o'rniga 3 qo'yib ko'rasan-da. Shu 3 bo'lganda nima bo'ladi? Biz 3 qo'ysak 6. Demak, y-imiz 6 ga yaqinlashgan bo'lardi. Qachonki x 3 ga yaqinlashgan. Xuddi shu narsa-da. Lekin endi bunaqa funksiya berib qo'ysa-da, betada 3 qo'yib qo'ysang, mahrajga nima bo'ladi? 0 bo'lib qoladi. Bunaqa funksiya emas, funksiya yo'q bo'lib qoladi. To'g'rimi? Funksiya maligi 3 ta qiymat mavjud emas bo'lib, ishlolmay qolasan-da. Lekin bizda 3 ga teng deb bermayapti-da buni. Atayin, o'zi ham bilyapti, 3 ga teng bo'lishi mumkin emas. Lekin 3 ga yaqinlashsa nima bo'ladi? Bu xuddi shunaqa narsaki, mana shunaqa funksiyang bor. Xo'p, endi qanaqadir funksiya kelyapti-da, funksiyang x ning 3 ga yaqinlashyapti. Funksiyang 3 ga yaqinlashyapti-da, lekin 3 bo'lmayapti. X ning 3 ga yaqinlashyapti, bunaqa qilaylik. Funksiya 3 ga yaqinlashyapti, lekin 3 bo'lmayapti. Tushunding? Taxminan mana shunaqa narsa-da, lekin mana 3 ga yaqinlashmayapti. 3 bo'la olmaydi. Tushunding? Mana shunaqa qanaqadir grafik bor. Shu funksiya x ning kelyapti, lekin 3 ga teng bo'la olmaydi, 3 ga yaqinlashyapti.
Shundagi qiymat qanaqa bo'ladi deb so'rayapti-da bizdan. Bunaqa misollarda ishlash uchun x ni o'rniga qaysi songa intilayotgan bo'lsa o'sha sonni qo'yib qo'yasan. Faqat oldin kasrini qisqartirib olasan. Qisqararkan x plus 3 qoladi. fx ni sal ko'rinishini o'zgartirib olasan. x minus 3 x plus 3 ga joydan mana x minus 3. x 3 ga teng bo'lmasligi aniq. To'g'rimi? Bizga aniqlanib olishimiz kerak aslida x teng emas 3 deb. Bu ham aytyapti x 3 ga teng bo'lmas, 3 ga yaqinlashsin deyapti. Shuning uchun 0 bo'lmagan songa xotirjam bo'laveramiz. Shunda x plus 3 qolyaptimi? Buni ko'rdik mana x plus 3. Bunda 6 bo'ladi. X o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, x 3 ga yaqinlashganda y emas 6 ga yaqinlashadi. Tenglamani o'zi qilib ishlab qo'yasizlar bu. Ikkilar ketdi, 3 ketdi, 4. To'g'ri bilasan endi kaning qanday qiymatida y barobar k taqsim x minus 1 funksiyaning grafigi x ga minus 1 taqsim 2 y minus 3 qo'yib hisoblab qo'ysang bo'ldi. Endi 6-misol. 6-misol haqida gaplashamiz. Y barobar fx barobar 1 minus 2x deb funksiya beryapti-da. Funksiya berilgan. Agar f phi x imiz x ga bo'lsa phi x ni o'zini toping. Masalan tushunmadingmi ko'rinishni? Ikkita ekanda bitta. Mana funksiya berilgan bizga. Endi mana nima degan edi? F qavsishda nima qo'ysa x bilan o'rniga o'sha narsani qo'yib hisoblab ko'r degan. Bu berilgan funksiyangdagi x ni o'rniga mana shu sonni qo'yib hisoblasang x qanday bo'ladi? Bu o'zi nimaga teng? Mana shu nima bo'lgan demoqchida? Shuni boshlaylik. F phi x ni hisoblab ko'raman. 1 minus 2x ni o'rniga nima qo'yganman? Phi x ni qo'yamiz. Nechiga teng bo'ladi? Teng bo'lgan ekan x ga. Phi x ni qidiryapman. Ikkita phi x teng 1 minus x kami. To'g'rimi? Biz nima qidiryapmiz? Phi x ni? Phi x ga 1 taqsim. Phi x ni topadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 minus x taqsim 2. Mana biz qidiryapgan narsa. Bo'ladi? Yo'q, eng narsa emas. Savol bormi? Yo'q. Mana endi kesishgan nuqtasi deyapti, ikkitasini bir-biriga tenglash kerak ekan 7 da. Ha, 7 da tenglaysan. Modulni bizga chiqaraveradi yoki modulni tenglamada ikkita nuqtada keladi. Hop, absissalar, kvadratlar ikkita nuqtada kesishadi bu. Hozir moduldagi funksiyaning grafini o'tkazadi tushunaversan. Hop, 9-son. Funksiyalar grafikining kesish nuqtalari orasidagi masofani toping. Tenglab olsang chiqib keladi. Funksiyaning grafiklari qaysi chorakda o'tadi? Endi biz bir taqsim x bilan modulli funksiyaning grafiklari bilan tanishamiz. Modulli funksiya. Birinchi berilgan bo'lsa y barobar modulli x. Mana shu funksiya berilgan bo'lsa. Xdan ya'ni moduldan Yo'q, bu plus farq o'sha qoida. Moduldan x plus chiqadi. Hop, bizga modul berilmasida birinchi. Y barobar x grafiki qanaqa bo'lardi? Y barobar x 0 dan o'tadi. 0 dan o'tadi, to'g'rida. Ya'ni 1 bersang 1, 2 bersang 2, 3 bersang minus 1 bersang bu ketaveradi. Endi qarab tur. Modul nima qilib beradi dedik? Pluslar beradi. Pluslik qilib beradi. Nimani pluslik qilib beradi? Y nimi x nimi? X ni X ga minus qiymat bera olmaymizmi shunda? Mana shu yerda minus 5 turishi mumkin. To'g'ri? Necha bo'ladi shunda? Ha, y faqat pluslik qilib Ha, faqat y ni musbat qilib beradi. To'g'rimi? Mana y bu x deydigan bo'lsa, x xohlagan qiymat oladi. Faqat y ni musbat qilib beradi. To'g'rimi? Misol uchun x ga minus 5 bersak, y necha bo'ladi? 5 bo'ladi. 5 bo'ladi. X ga minus 1 bersak, bunda 1 bo'ladi. Y minus 1 bo'ladi. Mana yerda minus 1 bersak, bu ham minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? Mana yerda minus 5 bersak, bu ham minus 5 bo'ladi. To'g'rimi? Mana pastga tushgan chiziq bor, tepaga olaylar ekan. To'g'rimi? Shunday kelar ekanda, qanaqa kelgan bo'lsa, xuddi shunaqa o'tgan. Minus 1 bersang 1, minus 2 bersang 2, minus 5 bersang 5. Ana minuslar faqat plus. Ha, mana bu narsani yo'q tashlab qo'yamiz. Tushunarli?
yo'qib tashlaydi, shuni tepaga olib beradi. Yo'q, qanaqa kelgan bo'lsa, xuddi shunaqa ketadi. Bu qanaqadir grafik eslatmayapti? Grafik. Nima nazarda eslatmayapti? Chiziqli funksiya. Chiziqli funksiyadan tashqari mana bu ko'rinish. Mana shu yerda ko'rdim. Qanaqa funksiya edi? Bitta urinadiganmi? Yo'q, umumiy mana shunaqa kelib, orqasidan qaytib ketadigan. Mana bu funksiyamiz bor edi. Bizda grafigi Kvadrat funksiya. kvadrat funksiyaning grafigi qanaqa bo'ladi? Parabola. Parabola edi. Sal tomonlar. Taxminan sal dumonavroqda bir-biridan o'tardi. Nima ketardi? To'g'rimi? O'xshab ketarkanmi? O'xshab. Buni ham kvadrat funksiyaga bog'laymiz endi. Mana nuqtasi nima deyiladi bizda? X0 x0 y0 deyiladi. Bizda ham mana shu narsa x0 y0 bo'ladi. Ko'ring. X0 ni topib ber desa 0 0 da bu. 0 bersak 0. To'g'rimi? X so'rasa y-ga 0 berish, y-ga so'rasa x-ga 0 berish. Mana bu nuqtasi, ya'ni orqaga qaytib ketadigan nuqtasi x0 y0 deyiladida kvadrat funksiyada, modulli funksiyada mana shu nuqtani biz x0 y0 deb aytar ekanmiz. Va funksiyaning uchi boshlanishi deb aytar ekanmiz. Endi modulda minus x deb bersa. Bunda minus beradi, y doim minus bo'ladi. Chunki modul doim plus beradi, minus ta'sir ettirishi bor. Minus ta'sir etsa va minus x degan funksiyaning grafiki bunaqa edi-ku, to'g'rimi? Endi bizga minus olib kerak-ku. Mana uni shunday o'chirayotganda bu yoqqa shunday. Buni bu yoqqa to'xtatib qo'yganimiz ekan. Tushunarli? Bu modulda y barobar modulda x ning grafiki. Hozir yozib olsak, modulda x plus a, x plus b'larni boshqa xossalarni o'rganamiz. Buni yozamiz. Endi boya aytdim, y barobar x plus 1 ning grafikini o'rganamiz. Y barobar x plus 1 ning grafikini o'rganamiz. Buni o'rganish uchun mana modul ichidagi son bor-ku, modul ichiga qo'shilib qolsa bu son x 0 ga ta'sir qiladi. X plus 1 ni 0 ga tenglayotgansanda x ni topsang minus 1 ni x 0 ning mayda 0 emas endi minus 1 ga o'zgarib qoladi. Tushundingmi? Yana to'g'ri tuzilganda shunday qilib o'tkazib qo'yadi. Grafik. Tushundingmi? Modul ichi qanaqa chiqsa, haliga modul ichi 0 ga tenglayotgansanda o'sha nuqtani x 0 deb belgilab qo'ygan. Tushundingmi? Endi y barobar x minus 5 dedi. Buni grafik bo'ldi. Buni desa x minus 5 ni 0 ga tenglasang x teng 5 mi? Mana endi birinchi chorakda olar ekan shunda. Shunday bo'lib qoladi. Birinchi ikkinchi chorakda bu 0 ga tenglasang ikkinchi chorakka o'tadi. Buni grafiki mana. Tushundingmi? O'zing bilib bilasan. Xulosa, agar modul ichiga birorta son qo'shilsa, o'ngga yoki chapga surib berar ekan xolos bu grafik. Tushundingmi? Majgraning shoqola. Shu kelgan chiziq, kelgan o'tib ketadi. Endi qarab tur. Mana 2x, mana 3x, 4x degan ma'nodagi ko'paygan sonlar bo'lardi-ku. Grafiking mana tikka pastligini hal qiladi. Xuddi y barobar x ning grafiki bu, 4x grafik bilan unaqa bo'lardi-ku, sal tikkaroq. Kattaroq bo'lsa sal tikkaroq. Bu ham xuddi shunaqa masala majra. Katta bo'lsa bunda ham tikkaroq bo'ladi. Tushundingmi? Endi ikkinchi holat y barobar x plus 3 minus 4 dedi. 0 ga tenglaganimizda minus 3 minus 4, y minus 7. Demak, endi to'xtab tur. Aytdimku, mana uni x0 dedigan. x0 bo'lib qoladi dedigan. Endi y 0 nima degani desa, y0 x0 ga borib qo'ysang, y ning chiqadigan qiymati x0 0 bo'ldi. 0 dan to'raysan. Minus 4 demak, mana bu narsa nima bo'lar ekan? y 0 bo'ladi. Tushundingmi? hozir Xo'p, buni 0 ga tenglaymiz ana. Bu plus 3 birlik chapga surishimiz bildiradi. Minus 3 ga kelib qolar ekan. Lekin mana minus 4 nima qilamiz desa, mana shu moduldan tashqarida turgan narsa y 0 bo'lib qolar ekan. Y 0 qayerdan topardik desa,
Hani kvadrat funksiyada bor-ku, x nolga borib qo'yardik. Hisoblasak, chiqqan natijamiz y nol bo'lardi. X nolimiz bu yerda nima bo'lyapti? 0 mi? 0 ga borib qo'ysak minus 0. Demak, y nol, ya'ni mana bu uchi bor-ku, minus 4 ga kelib qoladi. Ha, minus 4. O'shanda bir tomoni minus 3 dan o'tadi. Ha, mana minus 3 x nol. X nol minus 3, y nol minus 4. Funksiyaning uchi mana shu nuqtada bo'ladi. Tushundingmi? Yana ko'ramiz. Modulda x minus 1 plus 5 dedi. X nol 1 ga teng, y nol 5 ga teng. Shunda 5 u 1 randa Baru mana yerda 5 desa, koordinatalar. mana shu yerdan bu yoqqa qarab ketadi. Hisobla. Xulosa, modul ichiga kirib qolgan son funksiyani o'ngga yoki chapga surib berar ekan. Moduldan tashqarida qo'shilib qoladigan son tepaga yoki pastga ko'tarib beradigan funksiya. Tushundingmi? Minus 4 ni pastga tushirib berdi, plus 5 ni tepaga ko'tarib berdi. Tushundingmi? Modulli funksiyaning grafiki shu xossalar. Bo'ladi? Endi mana uni oldi minus bo'lib qoladigan bo'lsa, to'ntarilib qoladi. Minus olib, sho'rchak past. 1 dan boshlab bu tomonga qarab qoladi. Shunga ikkinchi funksiyamiz y barobar 1 taqsim x funksiya. 1 taqsim x degan funksiya. X ga son tanlab, Ha, x ga son tanlab chizib ko'ramiz. X ga 1 tanlasak. 1 bersak 1 a, Ha. demak bu 1 nuqtadan o'tadi. Endi qarang. X ga katta son berish boshlayman. 2 bersa, 3, 4 bersam, yarim bo'lib qoladi. 2 bersam, yarim bo'lib qoladi. 3 bersam bundan ham kichikroqlashadi. Kichiklashib boradi. Endi 1 dan kichikroq son berib ko'raman. 1 dan kichikroq son bersam, misol uchun 0.5 desak, 1 taqsim 2 bersam, 2 bo'lib qoladi. Mana. Mana endi 0.5 bersak, 2 o'sib bo'lyaptimi? 0 milliondan nechadir bersam, kattaroq soni. Men buni grafik sekin kamayib borar ekanda. Lekin 0 bo'la oladi. Boyagi narsada 0 ga intiladi, lekin 0 bo'lmaydi. Tushundingmi? Qachon 0 ga intiladi desa, mana qancha kattalashsa bu 0 ga intiladi. Bu limitlar mavzusida o'rganasizlar. Cheksizlikka intilsa, y 0 ga intiladi deb qo'yiladi. Lekin hozir funksiya qanchalik x ga katta son bersang, shunchalik kichkinalashib boradi, lekin 0 bo'lmaydi. Chunki nimaga? Mahraji 0 bo'lib qoladi. Umuman sonni birorta songa bo'lsa 0 chiqmaydi. Endi qarab tur. Endi manfiy son berib turamiz. Minus 1 bersam, minus 1 to'g'rimi? Mana bunday o'tadi. Endi o'sha gap. Qancha katta son bersak, bu tomonga qarab kichiklashib boraveradi. Xuddi shu narsani teskarisi. Demak, ikki qismdan iborat bo'larkan, bir taqsim x grafik. Bittasi bu tomonda bo'larkan, ikkinchisi bu tomonda bo'ladi. Bitta plyusda, bitta minusda. Albatta plyus. Ha, ikkita chorakda bo'ladi. Bu qaysi choraklarda o'tadi desa, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi chorak bo'lsa, birinchi va uchinchi chorakda o'tadi. Tushundingmi? Endi bir taqsim minus 1 taqsim x grafigi xuddi shuni teskarisida. Plyusli son bersang minuslida turadi, lekin 1 bersang minus 1 ligicha turibdi. Shuni o'zgartirib qo'yaylik-da. Ha. Bu tomonda turibdi. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Endi 1 bersang minus 1. Tushundingiz? Ya'ni mana o'ndan qo'shib qoladi. Manfiy son bersang musbat, musbat son bersang manfiy bo'lib qoladi. Endi bunda ham ichini bo'lib qoladi. 1 taqsim x plus 3 ning grafiki. X plus 3 ning grafiki. X ga son berib 3 qo'shib. Qarab tur. Mana funksiya nechiga teng bo'la olmaydi? 0 ga. 0 ga teng bo'la olmaydi, to'g'rimi? Funksiya 0 ga teng bo'la olmaydi. Nimaga desa, x ga 0 bera olmaydi, to'g'rimi? Endi bu yerda x ga necha bera olmaymiz? 0 X ga necha bera olmaymiz? Aniqlanish sohasi. 1 3 minus 3 Aniqlanish sohasi x plus 3 teng emas 0, to'g'rimi? X teng emas minus 3 bo'lsa ham, mana o'zi 0 bor edi, o'zi 0 bermadi, to'g'rimi? Endi minus 3 bermadi. Minus 3 bermadi. Minus 3. Ya'ni x ga minus 3 bermadi. Buni devor.
x ga minus 3 berib bo'lmaydi. Y gachi 0 berib bo'lmaydi. To'g'ri? Mana. O'zi turibdi. To'g'ri? Endi mana uni esingdan chiqarib turasan-da. Mana uni koordinat sistemasida tasavvur. 1 bersang birda minus 2 mana yerda 1, to'g'rimi? Minus 2 berib ko'rganda funksiyani. Minus 2 bo'lsa 1 bo'lib qoladi. Minus 2 bersang 1, to'g'ri? Mana shu boyaga funksiyani 1 nuqtadan o'tib bitta oldingi mana chizig'ingdan bitta oldingi sonni bersang 1 chiqadi. Mana shu yerdan boshlab chizib qo'yaman. Mana endi bu bitta oldingi bersang minus 4 bersang minus 1. Mana shu nuqtani mana minus 3 ga teng bo'la olmaydi. Tushunarli? Endi mana chizig'ini devor chizib olding-ku, nomi bor ekan. Asintota chizig'i deylar ekan. Nomi bor ekan. Chunki aniqlar sohasi bor. Asintota chizig'i deylar ekan. Ana shu chiziq tortib olar ekansanda, ana shu chiziqqa nisbatan tortib qo'yar ekansan, mana funksiyani. Xuddi modulni ko'chirdik-ku. Buni ham xuddi shunaqa ko'chirdik. Endi bu qaysi choralardan o'tyapti desa, endi buni esingdan chiqarib turasan. Qaysi choralar desa? Asosiy choraging 1, 2, 3, 4. Qaysi choralardan o'tyapti desa, 1, 2, 3 dan o'tyapti, lekin 4 dan o'tmayapti. Tushunarli? Yana bunga nisbatan 1 bilan 2 dan o'tyapti deb nomni chorak deb tasavvur qiling. Mana ikkitasi o'zi choraklikcha turibdi. Buni siz o'zingiz chizib oling xolos. Tushunarli? Endi ikkinchi holat y barobar 1 taqsim x minus 3 plus 4 deydi. Ya'ni kasrdan tashqarida ham son qo'shilyapti. Endi boyagi ishni davom ettiramiz. Aniqlanish sohasi x minus 3 teng emas 0, x teng emas bo'lsa 3 ga, to'g'rimi? Demak, 3 degan nuqtadan asintota chizig'ini tutib olar ekanman. Mana devor chizdim. Endi funksiya 0 ga teng bo'lamaydi deyishimiz to'g'rimi? Funksiya 0 ga teng bo'lamaydi. Ha. Mana shu to'g'ri. Noto'g'ri. Nimaga? Chunki to'g'ri qo'shilyapti. Mana uni qiymati qaysidir qiymati minus 4 ga teng bo'lsa, bu aniq 4 ga teng bo'ladi, 0 ga teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi nechiga teng bo'lamaydi shu funksiya? 3 ga teng bo'lamaydi mahraj. Yo'q, mahraj x safida emas. Funksiya nechiga teng bo'lamaydi? 0 ga teng bo'lamaydi. 0 ga teng bo'lishi mumkin. Mana misol uchun mana uni x minus 1 taqsim x minus 3 bor-ku. Qaysidir qiymatda 1 taqsim 4 ga teng bo'lib qoldi deydi. 4 oldiga chiqadi-da, minus 4. Ayirsa, misol uchun x ga 7 berib qo'y. Minus 7, minus hop, minus 1 berib qo'yganda. Minus 4 bo'ladi, 0 bo'lib qoldi. Shu funksiya nechiga teng bo'lmaydi? Mana nechiga teng bo'lmaydi? Mana ko'rgandik. 0 ga teng bo'lmaydi. 0 ga teng bo'lmasa, 0 ga teng emas, so'ng 4 qo'shsang 4 bo'lmaydi, to'g'ri? Chunki 4 ga nechini qo'shsang 4 chiqadi. 0, lekin bu 0 bo'lmaydi. To'g'rimi? Demak, bu ifoda 4 ga teng bo'lmas ekanda, bu yoqdan 4 degan devor bo'lar ekan. Tushunarli? Endi mana koordinatasiga nisbatan bitta tanlaymiz 4, bitta tanlaymiz 5. To'g'ri? Mana yer 5. Shu nuqtadan o'tadigan bunday grafik tuzib qo'yamiz. Mana yer 3, mana yer 2 deymizda. Mana shu nuqtadan ikkita grafik tuzib qo'yamiz. Mana chizgan devorlarimizni kesib o'tolmaydi. Lekin endi hozir buni ham kesib o'toladi. Mana kesib o'tmasdik-ku. Lekin biz grafik ko'chiryapmiz. Mana nuqtalarga nisbatan. Xolos, agar kasri o'ziga son qo'shilsa, uni ham yo o'ngga yo chapga surib berar ekan grafikni. Kasrdan tashqariga son qo'shilsa, tepaga yoki pastga surib berar ekan. Mana to'g'ri, ya'ni igna bo'lib qolar ekanda. Ya'ni mana shu yerda turgan soningga nisbatan devor chizasan, bunaqasiga devor chizasan. Bu yerda turgan soning 0 ga tenglab, bunaqasiga devor chiza olasanda, koordinatlar sistemasi, yangi koordinatlar sistemasi paydo bo'ladi. Shunga nisbatan grafik chizib qo'yasan. Bo'ladimi? Bu mana 1 taqsim x ning grafiki, bu modulning grafiki. Bo'ladimi? Endi misollarni ko'ramiz.
Xo'p, 9-misol. Funksiyalar grafikining oksi o'qitayotgan kesish nuqtalari orasidagi masofa. Xo'p, grafikni chizib hisoblasang ham bo'ladi. Xo'p, mana qarab tur, 10 dan. Kam yo'ldan katta deyapti. Funksiyaning grafiki qaysi joylarda o'tadi? Mana bu narsa plus 2 ta. 0 ga tenglatsak minus 2 o'tadi. Mana shu chizib olasan. Keyin yo'ldan katta son. Shunday chizsang, qaysi joylarda o'tsa 1 2 3 ta. Birinchi misolga o'xshagan misollarda o'chiraman, ha? Fx funksiya teng bo'lsa x plus 1 plus x minus 1 x plus 3 ga equal. Qiymatlar sohasini so'rayapsan. Qiymatlar sohasi degani eng kichik va eng katta qiymatni toping. Alohida 0 ga tenglaysan. 1 bundan minus 3. X teng 1, x teng minus 3 ga 1 ni borib qo'ysang. 0, buni borib qo'ysang, to'g'rimi? To'g'rimi? 1 ni borib qo'yding. Bu 0 bo'ldi. To'g'ri. Minus 3 ga borib qo'ysang, bu 0. Bu minus 4. Moduldan ne chiqadi? 4 chiqadi. 4. Demak, eng katta qiymat nechta? Eng katta qiymat 4. Eng kichigi 1 bo'ladi. Eng kichigi birni bizda eng kichigi 0 bo'ladi. Chunki yo'q, eng kichik qiymati 4 bo'ladi. Eng kichik qiymati 4. Chunki bunga kattaroq son qo'yib tashlasak, ketaveradi. Kattalashib boraveradi. Eng kichik qiymati 4 bo'ladi. Demak, qiymatlar sohasi 4 dan x'likka bo'ladi. Ya'ni mana x larni olib borib qo'yganingdagi qiymating bo'ladi. Keyingisi funksiya uchun quyidagi ma'ruzalardan o'ylaysan, funksiyalarning grafiklari kesishgan funksiyaning grafiklari kesishgan tenglaysan-da. Tenglash. Kesish uchun y barobar 1 taqsim x kvadrati, y barobar x kvadrat teng x kvadrat. Shuni 4 1 ga teng. X teng plus minus 1 mi? To'g'rimi? 0 ga tenglaydi plus minus 1 chiqadi. Demak, plus minus 1 degan nuqtada kesishayotgan ikkalasi. Shu nuqtadan o'tuvchi grafikni chizing desa, x ga qanaqa qiymat, y ga qanaqa qiymat bersang ham to'g'ri tenglamasini tuzing. Qara, x plus minus 1 chiqdimi? Hop. 1 bersang ham 1, minus 1 bersang ham 1, x teng 1 degasini chizib qo'yadi. Shunday. Hop, keyingisi 14 qiymatlar sohasini topasan. Funksiya y ni 2 qo'yasan. 16 ni aytdim, 17 grafikga tushgan nuqtalar masofasi. Nechta qiymatda funksiya teng bo'ladi. Nima ko'rasan funksiyaning qiymatlar sohasini aytdim. Xo'p, fx ni topishni bilasan, 20-misol. 20-misolda f x minus 1 x kvadrat plus 3x minus 2 ga teng bo'lsa, yo'q, to'xta. 20-misol. fx ni toping deyapsan. fx ni topish uchun o'yinda teskari funksiya topasan. X barobar y plus 1. O'rnini almashtiradigan bo'lsang x plus 1. To'g'rimi? Hamma x'larning o'rniga x plus 1 qo'yib chiqasan. Fx barobar x plus 1 ning kvadrati plus 3x plus 1 minus 2. Buni yoyib qo'ysang bo'ladi. Mana 21 hozir ko'rganimiz. 21 funksiya kesish operatsiyalari qiymatlar to'plami funksiyaning qiymati 28 da men grafik qarab qiymatlar to'plamini aniqlaysan. Xo'sh. Bo'ldi. Ishlab kelaversan. Endi teskari funksiya degani mana teskari funksiya topishni oldin o'rgatib qo'ydik. Bitta qoida y barobar fx funksiyaga teskari funksiyasi fx aniqlanish sohasi
Teskari funksiya bor. Shu fx ga teskari funksiyani teng bo'ladi. Teskari funksiyani qiymatlar sohasiga. Teskari funksiya topib, buni qiymatlar sohasiga. Bunaqa deb savol beradi. Mana uni qiymatlar sohasini aytdik, 4-chi eksilgacha. Mana shu teskari funksiyani aniqlash sohasi 4-chi eksilgacha. Bunaqa savol beradi. Mana shu funksiyaga teskari bo'lgan funksiyani aniqlash sohasini toping desa, buni aniqlash sohasini topib qo'ysa, qiymatlar sohasini topib qo'ysa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasa, mana shu funksiyaga teskari bo'lgan funksiyani qiymatlar aniqlash sohasini toping desa, buni qiymatlar sohasini topib qo'ysa. Qiymatlar sohasi desa aniqlanish sohasi. Teskari funksiyada almashib qoladi. Xuddi mana shu qoidani ishlaysan, teskari funksiyani topishi mana nimasi kelib chiqdi. Shuni ishlab kelsang bo'ldi. Ertaga ko'rsatishga teng bo'ladi.